Mamlakatimizda yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb etish, ularning jismoniy salohiyatini yuksaltirish hamda xalqaro maydonlarda munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada turli yo'nalishlarda yuksak natijalarga erishayotgan iste'dodli yoshlar safi tobora kengaymoqda. Bugungi kunda aralash yakka kurash MMA yo'nalishiga qiziqish tobora ortib bormoqda. Ushbu yo'nalish boks, kickboksing, muay thai, erkin kurash, yunon rum kurashi, dzyudo va sambo kabi yo'nalishlarning eng samarali usullarini o'zida mujassam etgan bo'lib, zarba berish hamda kurash elementlarini birlashtiradi va bularning tarixi pankratsion sport turiga borib qadaladi. Namangan viloyatida ham ushbu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilib, bugungi kunda 3000 nafardan ortiq yosh sportchi muntazam mashg'ulot olib bormoqda. Ular respublika va xalqaro musobaqalarda viloyat hamda mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Yaqinda Qozog'iston Respublikasining Chimkent shahrida o'tkazilgan Alash Pride xalqaro ligasi musobaqasida 2 nafar namanganlik vakillar faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Jumladan Mubashshir Rahmonjonov raqibini texnik nokaut evaziga mag'lub etgan bo'lsa, Alimardon Abduqayyumov esa hakamlarning bir ovozdan qabul qilingan qaroriga ko'ra g'olib deb topildi. Mazkur xalqaro musobaqada 4 ta davlat vakillari o'zaro bahs olib bordi. MMA bo'yicha 12 yildan beri shug'ullanaman. O'zim yoshlikdan qiziqib sportga otam olib kelganlar. 3 karra O'zbekiston chempioni bo'ldim 12 yil ichida. Ko'plab yutuqlarga erishdik. Bu professional ligada birinchi debyutim. Xudoga shukr, birinchida chiroyli g'alaba bilan qaytdik. Qiyinchiliklar bo'ldi. 61 kiloda qozog'istonlik raqibim bilan kuch sinashdik. Oson bo'lmadi. G'alaba qozondik. O'zbekistonning bayrog'ini baland ko'tardik. Mehnat qildik ustozim bilan va ustozimga kattakon rahmatimni aytaman. Maqsad hali yutuqlarga ko'plab erishamiz. O'z ustimda ko'plab ishlayman. Shu prezidentimizga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Shu MMA sportiga ko'plab sharoitlar yaratib berdilar. Hamma yoshlarni shu MMA sportiga qiziqishiga tavsiya beraman. MMA sport sog'lom qiladi. Chempionlarni tantanali kutib olish marosimida O'zbekiston Pankratsion Grappling va Havaskor MMA assotsiatsiyasi Namangan viloyati bo'limi vakillari, murabbiylar va keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbir davomida mazkur yo'nalishni yanada rivojlantirish, xalqaro maydonlarda yangi yutuqlarga erishish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritilib, g'oliblarga o'zbek milliy qadriyatlarining ramzi bo'lgan zarcho'ponlar kiydirildi. Hozir mana namanganlik sportchilarimiz ham anchadan beri shu sport ichida o'zini ko'rsatib, shu sportda yurtimiz sha'nini, viloyatimiz sha'nini munosib himoya qilib kelmoqda. Shular qatori mana kecha 18-kuni Qozog'iston shahrida bo'lib o'tgan Alash Pride ligasida yana Namangandan 2 ta sportchimiz O'zbekiston yurtimiz sha'nini munosib himoya qilib, har ikkalasi ham g'alaba qozondi. Oldingi yillarga qaraganda hozir MMA sporti, pankration, grappling yo'nalishlarida sportchilar soni keskin oshib ketgan. Pankration, grappling va havaskor MMA yo'nalishlarida Namangan viloyati bo'yicha hozirgi kunda 3000 nafar atrofida sportchilar muntazam shug'ullanib kelmoqda. Hammasi faol holatda yaxshi natijalar qilib kelmoqda har doim. Bunday yutuqlar mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini rag'batlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning amaliy samarasidir.